Muşnuda gemimiz yoqtirib yeydigan şekerlik pechenlarni oilada qilish nihoyat oson. Ham oilamiz ba'vogan narsalar bilan qig'ildi. Ham siqitolmayaqdi olsun. Avval qachiga 3 tal tuxum chekib, rosa bir aralashtirib olgandan keyin 80 gram oq şeker tayyorlab, buni 3 ga bo'lib, azozdan to'kib aralashtiramiz. Cho'qim savarchanlik bilan şeker to'liq erib bo'lguncha aralashtirishimiz kerak. Hamon şekerni erib tayyor bo'ldi. Endi buning ustiga 150 gram kal sutini qo'yib, yana davomli bir aralashtirib olib, endi biz muvofiq miqdorda un olib, azozdan aralashtirib chelishni boshlasak bo'ldi. Unning miqdorini amli avval qarab, quyuqroq bir un boshdan shaklga kelgandan keyin 6 gram powder solamiz. Ailemizda bu bo'lmaganda suvda ishlatsak bo'ladi. Bunun bir aralashtirib olgandan keyin ikkinchi qatim un to'kishni boshlaymiz. Bu qatim amli ahvol qarab, azozdan qo'yib toki xamir oltigacha to'kamiz. Qilib olgan xamirimizning bo'shchiqligi pek chingma emas, normal holatda bo'lgandan keyin buni yem yo'g'ib 10 minut atrofida tindirib olamiz. Endi biz no'g'ich orqali xamirimizni yevilishni boshlasak bo'ldi. Yeyib bo'lgandan keyin qilliqini mana mushalatday qilsak bo'ldi. Ko'rib mishakildan tordoshlar, qo'llash yuzidan ekranni qo'shtirib yurakdan birini berasizlar, rahmat. Ondan shaklini qanday qilg'imiz kelsa, oilda abrak qilibda mushtaq shakl chiqarib kesib olsak bo'ldi. Hammasini mushundaq kesib olgandan keyin buni bir shakarga milib etib, ondan duxovkani 10 minut burun qizitib olgandan keyin usti ostini 180 gradusda tanshab yarim soat atrofida pishirib olsak pishib chiqadi. Og'ir tushungan ayollarning qasman bevosita qilsam bo'ldi. Qo'llash yuzidan